Talaba yotoqxonasida bir yigit yolg'iz yashardi. Yon xonasi esa doim qulfli, ichida hech kim yo'q deyishardi. Lekin har kecha u yerdan sekin sudralgan ovoz eshitilardi. Go'yo kimdir polni tirnab yurgandek. U avval e'tibor bermadi. Quvurlar dedi o'ziga. Bir kuni tongda qo'shni xonaning eshigi ochiq turardi. Ichkariga qaradi. Bo'sh xona. Karavot yo'q, shkaf yo'q. Faqat pol tirnalgan, devorda esa tirnoq izlari bor edi. Pastda qorovuldan so'radi. Qorovul rangi oqarib dedi. Bu xona 3 oy oldin yopilgan. Bu yerda yigit yashagan. U bedarak yo'qolgan. Tunda devorni tirnab chiqaringlar deb baqirgan. Shu kecha yigit uyg'ondi. Ovoz endi qo'shni xonadan emas, o'z karavoti tagidan kelayotgandi. Va u bir narsani tushundi. Qo'shni xona bo'sh emas edi. U ko'chib o'tgan edi.